Xullas, qarindoshlar, Buxorolik Gulnora xolam hamda Otabek akani ko'rsatishlari bo'yicha shunaqa go'shtni parri to'g'rab, piyoz to'g'rab, tabga ko'ra sabzavotli solib va aynan mana shu masalliqlar bilan yaxshilab xamir qorib, xamirni bir dam oldirganimizdan keyin hozirdan buni mazasi menga juda ham qiziq bo'lyapti. Shunaqa non shakliga keltirib, tandirda yopib oladigan bo'lsak, shunaqa go'shtli nonni bay bo'lar ekan. O'xsharmikan-a? Deb turib go'shtli nonni tayyorlashni boshladim qarindoshlar. Buning uchun bitta laxm go'shtni olib, shunaqa parri qilib kesib, aningdan keyin piyozlarni kubik ko'rinishda to'g'rab chiqdim. Qarindoshi super mega yalqov emasmanmi? Xamirni qo'lda qormasligi uchun mana shu kattakon mikserimga go'shtni, piyozni, unni va nonga kerak bo'ladigan barcha masalliqlarni ketma-ketlikda solib, mikserimizni xamir qorishga jo'natib yubordim qarindoshlar. Bilaman qarindoshlar, qo'lda qorilgan xamirning mazasi umuman boshqacha bo'ladi, lekin men xamir qorishni bilmasam, undan ko'ra meni o'rnimga shuni mikser qilib bergani yaxshi emas. Xuddi o'zinglar yaxshilab xamir qoradigandek kommentariyaga qo'lda qarshingiz bo'lmaydimi deb yozib ham o'tirmanglar. Xamirimiz 1 soat dam olgandan keyin shunaqangi vazdushniy bo'pti. Shunda tayyor xamirni kerak porsiyada oldim deng. Menda ofisimda tandir bo'lmasa qarindoshlar, albatta buni non shakliga keltirib, duxovkada taxminan 25 daqiqada pishirib olganimdan so'nggi ko'rinishi. Albatta nonimiz yaltirab turishi uchun ustidan sariyoni yaxshilab surdim. Ana endi siz kutgan daqiqalar qarindoshlar, go'shtlik nonimizni degustatsiya qilib ko'ramiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Voy buni men bunaqa chiqishini bilganimda videoni ko'rgan zahotim tayyorlab ko'rardim. Rossa mazali chiqargan qarindoshlar. Videoni soat nechida ko'rdingiz qarindoshim? Kommentariyada yozib keting.